أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugungi suhbat temasi dunyoning imtihon yuzi degan temada bo'ladi yana bu. Ya'ni ikkinchi qatimliq suhbat bo'ladi. Dunyoning imtihon yuzi degan temada. Bu dunyodagi imtihon yaxshi imtihon yuzi. Muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi suhbat temasi dunyoning imtihon yuzi degan temada bo'ladi yana bu. Ya'ni ikkinchi qatimliq suhbat bo'ladi. Dunyoning imtihon yuzi degan temada. Bu dunyodagi imtihon yaxshi va yomonni tanlash haqida bo'ladi qarindoshlar. Har qanday bir imtihonning temasi bor dedik-ku. Bu dunyodagi insonning imtihoni yaxshi va yomonni tanlash haqida bo'ladi. Yaxshi va yomon degan bu hukmni Alloh beradi. Nimaga yaxshi, nimaga yomon deyishning hukmini Alloh beradi. Haq va botilni tanlash haqida bo'ladi. Nimani haq va nimani botil deyishni bu hukmni Alloh beradi. To'g'ri xatoni tanlash haqida bo'ladi. Nimaning to'g'riligini, nimaning xatoligini hukm berish Allohning haqqidir. Buni tanlaymiz. Halol haromni tanlash haqida bo'ladi. Halol haromni Alloh va Allohning rasuli tanlaydi buni. Buni tanlash haqida bo'ladi. Yana biri go'zallik va saflikni tanlash. Ya'ni qanday narsalarning go'zal narsalar ekanligini, qanday narsalarning, qanday qiliqlarning sa'at qiliq ekanligini buni hukmini Alloh beradi. Yana birisi adolat va zulmni tanlash. Ya'ni nimaning adolat ekanligini, nimaning zulm ekanligini buni Alloh hukm beradi. Ya'ni bu adilkan, bu adolatlikkan degan hukmni Alloh beradi. Bu zulm, bu nohaqchilik deganni buning hukmini Alloh beradi. Bizning bu dunyodagi vazifamiz mushu imtihonimiz. İnsanni bu imtihon maydoniga kirgizgan chaqda Alloh taolo, ya'ni mushu dunyoga yuvatilgan chaqda insonning o'ng tarafiga haqiqiy iloh sifatida o'zini qo'ydi Alloh. Ey inson, haqiqiy ilohing men deb Alloh o'zini qo'ydi o'ng tarafimizga. Sol tarafimizga saxta iloh sifatida nafsimizni qo'ydi. Nafs degan bir jonliq bor bizda. Uni mavhum bir saxta iloh sifatida qo'yib qo'ydi. Endi imtihonga kirib oldik. Endi imtihon savoli nima? İmtihan suali ilohing kim, Rabbing kim degan savol. Ya'ni ilohing Allohmi yoki nafsingmi? O'ng tarafda haqiqiy bir iloh va ma tarafda mavhum, saxta bir iloh va ikkisining qaysini tanlaysan deydi. Undaqda bu imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun bu mavhum jonivor nafsni tunib chiqish to'g'ri keladi. Qarindoshlar zaten Allohni tunaymiz. Ama nefsni, o içimizdeki narsa, bunu köpünçümüz tanıyamayı qilamiz. Şunun için nefs degan nima? Bunu tunib chiqishga to'g'ri keladi. Nefs bo'lsa insondagi menlik va o'zlik tuyg'usi bo'lib, bu tuyg'u insonga omonat sifatida berilgan. Bu tuyg'u halqa bizga omonat sifatida berilgan bir tuyg'u. Bu omonat qanday omonat desanglar qarindoshlar? Alloh taolo koinotni yaratishdan burun butun mavjudotga tenglagan va tanglab va taklif qilgan omonat shu. Allah bütün kainatni yaratishdan burun hammamiz insondan tortib butun jonliq, jonsiz hamma narsa modda holimizda Allah bütün kainatga bir taklif sungan. Ey kainat moddalari, aranglardan inson deydigan bir maxluq yarataman. Bu insonning ichiga nafs degan bir jonliqni qo'yib qo'yman.
bu insonga iroda beraman. Bu nafs bilan bu iroda insonga omonat shaklida beriladi. Bu yerga yana nurg'un qonun qurollarni qo'yib qo'yman. Shu nafs irodasini qo'llanib, qonun qurollarimga amal qilsa, meni rozi qilsa, jannatda muxotab bo'lib abadiy birga yashaymiz. Agar nafs irodani xato qo'llanib, bu dunyodagi qonuniyatlarni xato qo'llanib imtihondan o'tolmasa, butunlay o'zimdan orib etaman, rahmat doiramdan qo'g'lab chiqaraman, jahannamga tashlayman. Shuning uchun bu taklifda bek yo'g'on fursatmi bor? İnsanlık maqamiga chiqsizlar, yana birisi bek yo'g'on xatarmi bor? İnsanlık salohiyatinglarni saqlab qololmasanglar, asbil bilan uchib jahannamda abadiy yonadigan eng yirkinch maxluqqa aylanib ketasizlar degan taklifdir. Bu taklifni butun mavjudotga tanlagan taklif qilgan amonat shuti. Bu amonat osmonlar, zamin va tog'lar elishdan qo'rqqan, ustiga ilishdan yaltaygan amonat shu qarindoshlar. Qur'onda deyiladi-ku, tog'larga, zaminga, osmonlarga biz buni taklif qildik, hammasi qochdi, inson oldi degan amonat, mush nafs, nafsning ichidagi iroda degan amonat shu. Bu amonat insoniyat ustiga olgan va Odam alayhissalomdan ta hozirga qadar insoniyat olamini gul-gulistonga aylantirgan Tuba daraxining yoki insoniyat olamini jahannamga aylantirgan mal'un zaqqum daraxining urug'idir bu nafs degan. Bu amonatni biz dunyo hayotimizda men deb tanıymiz. Hammamiz men deymiz-ku. İçimizde bir menlik var, şu qarab şu men deymiz. Şu men deganimiz, şu nefsimiz şu. Ve vücudumuzun merkezinin Allah'qa paralel yer birimiz. Şu kalbimizin merkezde on tarafta Allah, yan bir tarafta nefs, şu paralel turudu. Mana bizning bu dünyadaki imtihanimiz del mushu nuqtadan başlaydı. İnsandaki bu men Allah'ның İnsandaki bu men Allah'ның məxfi xəzinəsi bolğan Əsma-i İlahiyanın açqıcı bolğanıdək səbəb pərdiləri və səbəb nəticə qanuniyyətləri bilan pərdələnən kainat tılsımının sırlıq açqıcıdır. Qarindaşlar bunu biraz açıqqa to'g'ri keladi. İnsandaki men Allah'ның məxfi xəzinəsi bolğan Əsma-i İlahiyanın açqıcı bolğanıdək Allah'ның Əsma-i İlahiyəsi var qarindaşlar. Bütün kainatga yayılgan, aktif işləvatqan Allah'ның esma ve sübetleri var. Muş Allah'ның esma-i ilahiyesinin açqıcı mı? Yani şu nefs şu, men şu. Bu dünyada sebep perdeleri var. Bu perde deyişimizin sebebi Allah bütün kılıklarının üstüne, bütün sanatlarının üstüne, bütün nimet, fazla keremlerinin üstüne sebepler bilen perdelep koyaqlık. Yüzünü köstüp koymaslık için ve imtihan buzulup ketmeslik için Allah hem kılık faaliyetlerinin hemmisini, yaratış faaliyetlerinin hemmisini perdelep etken sebepler bilen. Bu dünyada sebep netice kanuniyetleri var. İngilizce'de cause and effect deyiladi. Cause and effect, sebep netice kanunları. Bir iş kılgandan keyin onun bir neticesi olduğu bir kanuniyet var. Sebep netice kanuniyetleri bilen perdelengen kainat tılsımının mu sırlık açıkçıdır bu men, bu nefs degen hemen açıdığan narsa. O menning mahiyeti bilingende kainat tılsımı mı vücub aleminin mehbi hazineleri açıldı. Yani kainat hazineleri diye vaktimizde, kainat tılsımı diye vaktimizde onu düşünemiz kardeşler. Dünyada vücub alemi deydiğen bir gap var bizim dinimizde. Bizim dinimiz bu alemni 3 xilga ayırdı. Birincisi vücub alemi. Vücub alemi aşağı Allah'a ait olan bir alem, bulmasa bulmaydigan alem. O bulmasa hiç nima bulmaydı. Unda bo'lgandikin vücub alemi bulmasa bulmaydigan alem. Allah'a dair bir alem. İkinci xili
imkon olami, alamul imkon deyiladi. Bo'simi bo'ladigan, bo'lmasimi bo'ladigan olam. Masalan, mush koinotga o'xshash. Masalan, mush koinot butun yo'qolib ketsa, hech nimaga ta'siri yo'q. Bunda koinotdan 100 ming million olib ketsa, yana hech nimaga ta'siri yo'q. Allohning qudratiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Allohning ilmiga ta'sir ko'rsatmaydi. Allohning xazinasiga hech nimasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun bu koinotda alqin bekjiq koinotning bo'lishi, olamning bu qadar keng bo'lishi sababi shu. Bu hammasi mumkinat olamiga kiradi. Buning bo'lishi, bo'lmasligi Allohga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, biz shu mumkinat olamining bir parchasi. Masalan, biz yo'qolib ketsakmi, bu narsaga ta'sir yetmaydi, o'lsakmi, tug'ilsakmi hech nimaga ta'sir yetmaydi. Uchinchi xildagi olam, alamul mumtani deyiladi. Bo'lsa bo'lmaydigan olam. Bo'lishi cheklangan olam. Gunohlar olami, rezilliklar olami. Buni Alloh butunlay cheklab etgan. Bu bo'lmaydigan olam. Shundoq bo'lib, bu olam uchga bo'linadi. Shu vujub olami degan Allohga doir olam. Shu nafs orqali shu vujub olamimi bilinadi deydi. U menning mohiyati bilinganda koinot tilsimimi vujub olamining maxfiy xazinalari ochiladi. Ya'ni olamning ochqichi insonning qo'liga berilgan qarindoshlar. Men shaklida insonning nafsiga esib qo'yilgan bu olamning ochqichi. Koinot va darvozalari zohiran qaramoqqa bo'shliqdek ko'rinadi va ochiq ko'rinadi. Koinot qarasa hamma bo'shliq, hamma ochiq, cheksiz ketgan bir koinotdek ko'rinadi. Amaliyotda har yer ilm va hikmat bilan to'lgan. Ve her yer Allah'ın kudreti, ilmi, nimeti, seneti, rahmeti, inayeti, celali, cemali, kemali katarlık fezli kerime sebep kanuniyetleri bilen ve sebep perdeleri bilen kaplangan. Nima uchun? Uyaga bir sebep bilen kaplap koymasa Allah'ın yukarıda deyilgen bütün faaliyetleri aşkarlanıp gidiyor. Allah'ın kılganlığı uçuk aşkarı bilinip ketidi. Bu dünyadaki imtihan perdesi kaldırılgan buludu, imtihan bozuldu. Şunun için Allah imtihan ehvalini mukim saklap kalish üçün bütün kudretine dair, ilmine dair, nimetine dair, senetine dair, rahmetine dair, inayeti, celali, cemali, kemali degandek mushundaq faaliyetlerinin hemmisini sebep kanuniyetleri bilen, sebep perdeleri bilen kaplap etken. Şunun için Allah Teala insanga amanet süptide shundoq bir tilsimliq ochqich ato qilganki, men otliq bu ochqich to'g'ri qo'llanilsa, butun olamlarning darvozalarini insonga ochadi va insonni butun olam, koinot va yaratquchi qudrat bilan tunishtirib chiqadi. Koinotni yaratquchi qudratning maxfiy xazinalari uning bilan kashf qilinadi. To'g'ri qo'llangan vaqtimizda inson kashfiyot yaratadi. Men namliq bu nefs üzümü şundaq bir muğlaq ve murakkab bir muamma ki onun açılışı müşküldür. Bu nefsini düşünüş müşkül. Eğer onun hakiki mahiyeti ve yaratılış sırrı bilinse, nefsinin yaratılış sırrı bilinse, onun sırrı açılganıdek bütün kainatın sırrı açıldı ve kainat yaratkan kudret mi tunuluşa başlaydı. Şimdi bunu biraz açayım. Kainatning yaratquchisi Alloh Taala insonga omonat sifatida va nafs nomida shundoq bir manlik berganki, Alloh Taala bu nafs orqali ulug'iyatining, rububiyatining, o'zining sifatlarining, ijroatlarining, qilayotgan ishlarining tunulinishini xohlagan. Va bu nafsni bir o'lcham birlik qilib qo'llanishni xohlagan. Bizning nafsimizni Alloh o'lcham birligi qilib qo'llanishni xohlagan. Va bu nafs orqali rububiyat sifatlarining, ulug'iyat shu'unatining o'lchanishini maqsad qilgan.
xuddi har qanday bir o'lcham birligi mavhum bir narsa bo'lganidek va haqiqat bo'lish shart bo'lmaganidek, nafsmo nisbiy va mavhum bir o'lcham birligi bo'lib, Allohning ulug'iyat shuunatining rububiyat sifatlarining hammasini asli mohiyati va haqiqati bilan o'lchayanmisimi, faqatla insonni Allohga qoyil qilgudek darajada, Allohga taslim bo'lgudek darajada, Allohni tunib yetkidek darajada o'lchayalaydi nafs. Bu nefsini ölçen birlik dedik ya, mesela ölçen birlik desek, mesela 1 metr desek, 1 metrni mesela 100 santini 1 metr deymiz. Bunu hemimiz kabul kılgan için şunun için onu ölçen birligi deymiz. Birlikkiga ölçem şu. Onunki bir nimesi yok. Mevhum nerse. Hakikat buluş şart emas. Mesela 1 metr illaki 100 sant bo'lish shart emas. Agar uni 2 santini 1 metr deb birlikka kelsak, 2 santi 1 metr bo'ladi. Agar 50 santini 1 metr desak, 50 santi 1 metr bo'ladi. U faqatla mavhum nisbiy narsa, insonlarning birlik kelishiga erishib o'tirg'i chiqadigan bir narsa. Shuning o'xshagan nafsni Alloh ashunday bir o'lcham birligidek, mavhum bir o'lcham birligi qilib qo'llanishni xohlagan. Endi bir savol chiqdi bu yerda. Nima uchun Allohning ismlarining va sifatlarining tunilishi nafsga va yoki manlikka bog'liq bo'ladi? Alloh bu nafsni o'lcham birligi qilib qo'llanadi. Shu nafs orqali Alloh tuniladi. Nima uchun Allohning tunilishi nafsga bog'liq bo'lib qoladi degan bir savol chiqdi. Javob shu. Chunki mutlaq va muhit bir narsaning cheki va chegarasi bo'lmaydi. Masalan, Alloh mutlaqdir. Mutlaq degan gap qarindoshlar bu haqda biz Uyg'urchada gap qo'llanamiz, ammo biroz xato yerlarda qo'llanamiz. Mutlaq degan gap butunlay echib etilgan uchi yo'q degan gap. Masalan, Alloh mutlaq. Hech qanday yerdan uchini topqilinmaydi. Yana birisi muhit. Butun hamma narsani qo'rshab turuvchi Alloh hamma narsani o'z ichiga oladi. Allah'ın qo'rishidan hech narsa sirq chiqmaydi. Chunki Allah mutlaq va muhit. Mutlaq va muhit bir narsaning va chegarasi bo'lmaganligi uchun uningga bir shakl tasavvur qilish mumkin emas. Chunki biz ichida ya shuni ko'rolmaymiz, ya teshini ko'rolmaymiz, ya abashini, ya bashini, ya tegini, ya tubini hech birini ko'rolmaymiz. Bir shu qorishilib turgulik bir yerda bundaq bir ahvol ostida uningga bir shakl tasavvur qilish mumkin emas. Uningga bir surat xiyol qilish mumkin emas. Masalan, Allohning surati qandaqdir bilolmaydi. Chunki u mutlaq va muhit. Shundaqla uni muayyanlashtirish mumkin emas. Chunki hech nimasini bilmagandan keyin ma'lumatsiz bir narsani muayyanlashtirib bo'lmaydi. Uningga undaq yoki mundaq deb hukm chiqarish mumkin emas. Ya'ni uning mohiyatini bilish, tushunish mumkin emas. Mutlaq va muhit narsa shunday bo'ladi. Endi buni Allohning mutlaq muhit dedik. Endi tushunish uchun kichiklatib, dunyoga ekilib misol bilan tushuntirish to'g'ri kelsa, masalan, qorong'uliksiz bir yorug'lik bilinmaydi. Masalan, bir yorug'lik bor deyli, hech qachon qorong'u yo'q. Masalan, bir kunduz deb o'ylayli. Bir kunduz. Bu bir yorug'lik, par aşağı aptab chiqib turgan bir yorug'lik bir kunduz va buningda hech qanday bulutmi yo'q, shamolmi yo'q, qorong'ulikmi yo'q, abadiy o'zgarmaydigan, qilchi mit qilib o'zgarib sanmaydigan bir yorug'lik tasavvur qilayli. Doimiy parlab turadigan bir nur tasavvur qilayli. Buni o'ylangan vaqtimizda, biz shuning ichida yashalgan vaqtimizda biz u nurni, u yorug'likni his qilmaymiz. Chunki biz shuning ichida bo'lgandan keyin davomli tug'ilsaqmi shu, o'ldigan vaqtimizmi shu bo'lgandan keyin bu yorug'lik, nur deydigan bir narsa aqlimizga kelmaydi. Qachoniki bir haqiqiy qorong'ulik bilan yoki vahmiy bir qorong'ulik bilan u nurga bir chek va chegara sezilsa, shu chaqda u nur andin bilinadi va his qilinadi. Masalan, bir doira chizib bir yerga qorong'i bir doira. Nurning ziddi o'ttirga chiqib bir parchasini
ihot qilgan vaqtida anindiki mavu yorug'liqkan mavu qorong'iliqkan deb shu chog'da yorug'liq bo'ladi. tu'raful ashya'u bi avdadiha degan bir qoida bor. Har qanday shay'i, har qanday narsa ziddi bilan bilinadi. Ziddi bo'lmasa bilinmaydi. Masalan, dunyoda eski odam bo'lmasa, hammadan mukammal yaxshi odam bo'lsa, u yaxshi odamning qadri bilinmaydi, yaxshiligi bilinmaydi. Chunki hammadan o'xshash. Agar yaxshi odam bo'lmasa, hammadan eski bo'lib ketsa, u yaxshilikning qadri bilmaydi. Chunki hammadan eski bo'lgandan keyin. Shuning uchun bir narsaning ziddi kelgandan keyin u narsa bilinishga boshlaydi. Haqiqiy qorong'ulik bilan yoki vahmiy bir qorong'ulik bilan u nurga bir chek va chegara sezilsa, shu chaqda andan keyin u nur andin bilinadi va his qilinadi. Xuddi shuningdek, Alloh taolaning ilm, qudrat, hikmat, rahmat kabi minglarcha ismlari va sifatlari mutlaqdir. Allah qanday mutlaq bo'lsa, Allohning ismlari mutlaq, Allohning sifatlari mutlaq bo'ladi. Ham muhitdir, cheksizdir va chegarasizdir. Shuning uchun ularga bir shakl tasavvur qilish mumkin emas. Allohning asmo sifatlariga bir surat xiyol qilish mumkin emas. Shundaqla uni muayyanlashtirish mumkin emas. Uningga undaq yoki mundaq deb hukm berish mumkin emas. Ya'ni ularning Allohning asmo va sifatlarining mohiyatini bilish va tushunish mumkin emas. Ya'ni ularning haqiqiy cheki va chegaralari bo'lmaganligi uchun insonlarning tushuna olishi uchun va his qila olishi uchun ularga faraziy va vahmiy bir chek va chegara sezilishi kerak bo'ladi. Bizning tushunishimiz uchun Allohning ismi sifatlariga vahmiy bir chek va chegara sezilishi kerak bo'ladi. Bu vazifani, ya'ni vahmiy bir chegara sezish ishini mana shu bizdagi nafs va bizdagi manlik tuyg'usi ado qiladi. Bu nafs o'zida shundoq bir mavhum rububiyat ijod qiladi, o'zida mavhum bir malikiyat xiyol qiladi. Malikiyat deganimiz egilik engi, bir narsaga ega bo'lish engini malikiyat deyiladi. Malikiyat xiyol qiladi. O'zida bir xil qudrat va bir xil ilm bor deb o'ylaydi-da. Allohning u go'zal, muhit va mutlaq ism sifatlariga haqiqiy bo'lmagan mavhum bir chek va chegara sezishga boshlaydi. Allohning asmo sifatlariga bizdagi nafs chegara sezishga boshlaydi. İnsanning nafsi mana mushu nuqtaga kelganda Allohning qudrati mandaq, mening qudratim mundaq. Allohning ilmi mandaqkan, mening ilmim mandaqkan. Allohning san'ati mandaqkan, mening san'atim mandaqkan deb selishtirib Allohning bilan o'zininkini, Allohning haqiqiysi bilan o'zidagi mavhumni selishtirish orqali chek-chegara ayirishga boshlaydi. Yana bu yerga qadar mening va bu yerdan keyingisi Allohning deb taqsimot qilishga boshlaydi. Natijada nafs o'zidagi o'zi xiyoliy yaratgan o'lcham birliklari bilan Allohning mulkini, ilmini, qudratini va ism sifatlarini o'lchashga boshlaydi va ularning mohiyatini tushunishga boshlaydi. Nafsni Allohning o'lcham birligi qilib qo'llanishining sababi shu. Nafsda shu xususiyat bor. Mening deymizga, masalan, mening vatanim deymiz. U vatanni men yaratdimmi? Yo'q. Yaratgan Alloh. Mening anam, mening dadam deymiz. Ularning yaratilishini bilasan bormi? Yo'q, 0, 0 desimiz. Mening balam, mening kalam, mening uyam deymiz. Biz yaratmadik. Shuning bilan bizningki mening degan narsalarimiz bilan bizning aloqamizni bir joyga to'plab, shu narsa bilan Allohning aloqasini bir joyga to'plab, anki selishtirgan vaqtda mening aloqam ba'zi yerda 0, ba'zi yerda 0dan kichikkina hasan bo'lsa-mu, 0dan tuvan hasan bor ekan, ammo Allohning cheksiz hassasi bor ekan deb o'zimizninkini kichik, Allohninkini cho'ng qilib ko'rishga boshlagan vaqtda nafs anikini Allohning buyukligini, Allohni tunish kurishaqda boshlaydi menga.
Masalan, nefs o'zidagi mavhum rububiyat bilan koinotni yaratgan qudratning haqiqiy rububiyatini tushunishga boshlaydi. Nefs yana zohiriy va mavhum malikiyati bilan, mavhum malikiyat deganimiz egilik istiki. İnsanның ichidagi mavhum egilik istiki bilan yaratquchining haqiqiy malikiyatini tunishga boshlaydi. Masalan, bu uyning egasi men bo'lganimdek, yaratquchi Alloh bu koinotning egasi deb muhokama qila oladigan bo'ladi. Yana nafs o'zidagi juz'iy va parcha ilmi bilan Alloh zotining yaratgan zotining haqiqiy ilmini ta'min etishga boshlaydi. O'zidagi parcha san'at qobiliyati bilan yaratgan egimiz Allohning haqiqiy san'atini ta'minlashga boshlaydi. Masalan, bu uyni men planlab bino qilgan bo'lsam, shu koinotni bir planlab bino qilgan bo'lishi kerak. Chunki insonlarning qo'lidan keladigan oddiy narsalar o'zligidan paydo bo'lmaganiga qaraganda, bu murakkab sistemalarga sahib bu koinotdagi mavjudotni cho'qim bir qudrat yaratgan bo'lishi kerak deydi. Va hokazo. Mushunda ma'noda insonningki nafsi, irodasi, o'lchimi mushunda ma'noda. Nafs yaratilish g'oyasiga uyg'un holda ishlashga boshlaydi mushunda bo'lganda. Demak, Allohning ism-sifatlarini, ilohiy qudrat va san'atlarini, Rabbaniy ilm hikmatlarini, Rahmoniy noz-u ne'matlarini va rahmat inoyatlarini qadr-ahvol bildiradigan, ko'rsatadigan nurg'un sirliq alohidaliklar va mavhum o'lcham birliklari nafsga berilgan yoki nafsga yerlashtirilgan. Nafsda shunday alohidaliklar bor. İnsandaki nefs ve menlik eynekке o'xshash bo'lib, eynekning ikki yuzi bo'lganidek, nefsning ikki yuzi bordir. Eynekning pokiz yuzi qarshisidagi muxotabni ko'rsatadi. Ammo orqadagi sirlangan, sayqallangan yuzi o'zidan boshqa hech narsani ko'rsatmaydi. Xuddi shuningdek, nefsningmi va menlikningmi ikki yuzi bordir. Biri haqqa, to'g'riga, adolatga, go'zallikka va halolga uchiq bo'lgan pokiz yuzi bo'lib, nafsning bu yuzi yaratilish g'oyasiga uyg'un holda egasiga xizmat qiladi va qarshisida nima bo'lsa, adolat bilan shuni aynan ko'rsatib beradi. Xususan egasining jamolini, surini, haybatini ko'rsatib, egasini mamnun qiladi. Ya'ni Allohning jamolini, surini, haybatini, san'atini mush koinotdagi mavjudot ustida ko'rsatib turdi. Egasini mamnun qiladi ko'rsatish orqali. Bu ma'noda aytganda, nafsning yaxshi yuzi shundoq bir pokiz yuzdirki, egasiga bo'ysungan holda egasi bo'lgan Alloh taolaning butun ism-sifatlarini, ilohiy shu'unatini, Rabbaniy ijroatini, Rahmoniy inoyatlarini o'zida ko'rsatadi. U Allohga qoyil bo'ladi, e'tirof qiladi, Allohni tuniydi, Rabbini suyadi va yaratquchisi rahbarligida dunyo va oxiratlik baxtini qozonadi. Alloh taolo bu vaqtda Qur'onda mundaq deydi: Qad aflaha man zakkaha. Sura Shamsning 9-oyatida nafsini pokiz tutgan kishilar cho'qim qozonadi, cho'qim qozondi. Shuning uchun nafsni pokiz tutish lozim. Nafsning bu pokiz yuzini texmi pokiz tutib, nafsimizni eynekning pokiz yuzi sifatida qo'llanib, dunyoning hamma yerida, hamma narsada Allohni ko'rsatib beralisak, butun dunyodan to'plagan fikrlarni bilimga aylantirib, bilimni irfonga aylantirib, irfonni ma'rifatga aylantirib, ma'rifat orqali Allohni tunib, Allohga bog'lay olsak, qozonganlar qatorisidan chiqamiz. Yana bir yuzi var nefsinin. Nefsinin yana bir yuzi batılga qaraydi, xatoga, zulmga qaraydi, adolatsizlikka yuz tutadi, haromga qaraydi, sertlikka va qonunsizlikka qaragan mehnat va paskun yuzi bo'lib, bu yuzi eynekning sirlangan yuzidek, o'zidan boshqa hech narsani ko'rsatmaydi. Eynekning sirlangan tarafiga qarab baqsak, shu eynekni ko'ramiz, o'zidan boshqa hech nimani ko'rsatmaydi-ku.
Bu yüzü nefsinin üzünü Allah'ın o'rniga dastib, yaratquchi Allah'ni mı tanımaydı? Allah'ni mı ko'rsatmaydi? Üzünü birinci o'ringa qo'ydi, kibrlanadi, üzünü ilahlaştırıp hemmening o'ziga chuqunishni arzu qiladi, hamma narsaning o'zining bo'lishini arzu qiladi, butun umrini bu buzuq yo'lda xeylaydi. Neticede dünya ve ahiretlik baxt saadetini veyran kılıdı ve ebedi bedbaht bulup cehennemge mahkum buludu. Allah Teala yana bu hakta Kur'an'da bundaktaydı. Ve kad khabe men dessaha. Sure Şems'in 10. ayetinde nefsini meynet tutkan kişiler çokum ziyan tatıdı. Yani nefsinin meynet yüzünü kullanğanlar çokum ziyan tatıdı. Pakiz yüzünü kullanğanlar kutuludu, paydalıdı diye buludu. Nefsinin bu meynet yüzü bekli xatarlik boğaçqa. Allah Teala bu amanetni osmonlarga, zaminga ve tağlarga tanlaganda hemmisi nefsinin bu xatarlik yüzüden hürküp kaçtı. Eliştin yaltaydı. Allah Teala bu mezmunni Kur'an-ı Kerim'de mundaq ifadelaydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnal amanete alas semavati vel ardı vel cibal fe'abeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalahal insan innehu kana zalumen cehula. Biz öz vaqtida kainatni yaratishdan burun bu amanetni hazır temisi o'tgan nefs amanetini, nefsga yerleştirilgan irada amanetini osmonlarga, zaminga, tog'larga tanlagan. Bunda deyishning sababi hazır bizga cho'ng ko'ringan narsalar osmonlar, zaminlar, tog'lar eng kuchli, eng cho'ng deb qaraydiganlarimiz. Yani ey inson, sening ustingga berilgan bu amanetdan mush koinotdagi eng yo'g'on mahluqotni qo'rqib, hurkib qochgan bir amanet. Bu amanetni sen üstlendin. Avul qo'rqdi, hurkdi, qochdi. Buni inson üstlendi. Ve hamalahal inson ustiga oldi. İnnehu kana zalumen cehula. Çünkü inson zalum, cehul bo'lganligi uchun buni ustiga oldi. Nima uchun? İnson ustiga kelib ulug' bo'ldi. İnson zalum bo'lganligi uchun. Yani zulm qilishga mayil bo'lg'achqa bu amanetning ichida adolat var. Bu amanetni to'g'ri qo'llansa, adolat to'liqlanib, zulm tarafi tuzlanadi. Yani insan cehul, nadan bu amanetni to'g'ri qo'llansa, ilm ilib, ilmni irfonga aylantirib, irfonni ma'rifatga aylantirib, anandakin resmi Allah'ni tanıydigan bo'ladi. İnsanning cehul, jahil tarafi, nadan tarafi tuzlanadi, yo'q bo'ladi. İnsanning ehtiyoji bo'lg'achqa, adolatga ehtiyoji bo'lg'achqa, insonning ilm, irfonga ehtiyoji bo'lg'achqa, mush ehtiyojni deb inson oldi. Shuning uchun insonning bu dunyodagi vazifasi adolat va irfon. Adolat degan insonlar orasida bo'lgan narsa bizning vazifamiz. Allah bizni ibodat uchun yaratdim dedi-ku. İbadetning ikki parchasi bor. İnsonlar o'rtasida adolat, inson bilan Alloh orasida nima? Ilm, irfon. Yani Allah'ni tunish, Allah'ni o'rganish, Allah'ni bilish. Allah'ning haqqini verish degan gap. Endi biz dünya hayotiga, insoniyat tarixiga bir qarab chiqaylik. Adem alayhissalomdan ta hozirgacha bu dunyoda ikki cho'ng aqim aqib keldi qarindoshlar. Bu ikki cho'ng aqim orasida kurash davom qilib keldi. Bu aqimlarning biri nubuvvat va risolatdan manbalangan ilohiy va rahmoniy aqim. Payg'ambarga tayangan, dinga, diyonatga tayangan rahmoniy bir aqim bor dunyoda Adem alayhissalomdan hozir qadar. Yana birisi Allah'tan ayrılgan, insonlar tarafidan ijod qilingan falsafaga ve zahiri sebeplerine tayangan dünyevi aqim. Bu felsefege tayangan zahiri sebeplerine tayangan dünyevi aqim deganimiz Allah'ını inkar qiladigan aqim. İnsanlar tarafından ijod qilindi dedi-ku felsefeni. İnsanlar aqliga tayanib felsefe ijod qiladi, ankin felsefeni asos qilib turib, dunyo qonun qurollarini shunga qarata qo'ydi. Bu Allah'ni ishidan chiqarib o'tgachga bular batıl hisoblanadi. Mush ikki aqim, ya'ni haq, batıl aqimi dunyo bo'yicha urushib, kurash qilib keldi.
qachon bu ikki aqm bir-biri bilan birlashsa, ya'ni din bilan falsafa, din bilan ilm-fan birlashsa va birga ishlasa, ya'ni Allohning loyihasi bo'lgan din va insonning mahsuloti bo'lgan falsafa, aql birlashsa, shundaqla diniy bilim bilan fanniy bilim hamkorlashsa va falsafa islomga itoat qilsa va birga insoniyatga xizmat qilsa, shu chog'da insoniyat dunyosi parlaq bir shaklda baxtlik va saodatlik bir ijtimoiy hayotga erishgan. Tarixga qarab baxsak, saodatlik ijtimoiy hayotga erishgan vaqtlarning hammasida ilohiy sistemning aktiv holatda bo'lganligini ko'ramiz. Ammo qachoniki bu ikki aqm bir-biridan ayrilsa, ilmlar diniy ilm, fanniy ilm deb ayrilsa, din va fan orasida janjal chiqsa, butun yaxshilik va fazilatlar, nubuvat, risolat va islomiyat tarafda to'plangan bu chog'da va butun yomonliklar va ozg'unliklar dinga qarshi turgan falsafachilar tarafda to'plangan. Mana bu dunyoning tarixidagi bir amaliyot. Din va diyonatga bo'ysunmagan va Allohni inkor qilganlarning davrida bu dinsizlik aqimi shundoq yo'g'inganki, yana bir deyli, din va diyonatga bo'ysunmagan, Allohni inkor qilganlarning davrida bu dinsizlik aqimi shundoq yo'g'inganki, zaqqum daraxti kabi dunyoning ham yerini qoplagan. Butun ozg'unliklarga, zulmlarga, shirklarga, haqsizliklarga va hatto irqiy qirg'inchiliklarga atrofidan yer bergan. Hatto bu buzuqchiliklarga qalbidan va aqidasidan yer bergan. Hatto kuchning haqda ekanligini inkor qilib, haqning kuchli ekanligini tashviq qilishgan hozirgi zamondagidek. Jahannamda o'sadigan bu zaqqum daraxining aqliy quvvat shaqida dahriylar yetishib chiqqan, kommunistlar yetishib chiqqan, ateistlar, moddaparastlar, tabiatparast qatorliq zaharlik unsurlar o'sib yetilgan. Va bu unsurlar insoniyatning aqliga taqdim qilingan, insoniyatni zangli qilgandek, insoniyatga zararlik unsurlar yetishtirilib, insoniyatning aqliga taqdim qilingan. Bu zaqqum daraxining nafrat shaxida, yani bir nafrat shaxi var bunun. Bu şaxta Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar, Ebu Cehiller, Mao Zedonglar ve Xi Jinpinglar üsüp yetişken. Ve bu kanxor qatillarni insoniyatning beshiga cellat süptide tiklep koygan. Bu zaqqum daraxining havoyi havas shaxida saxta ilahlar, butlar, tağutlar ve ilahlık davası kılgan kazzaplar üsüp çıkan. Ve insanların pakiz akidesiga zehir gibi arlaştırıp itilgen. Demek ki bu akım insaniyet tarihi boyunca insaniyetning beshiga baloyi afetlerden başka hiç narsa elip kelmagan. Endi biz mu'minlarning barchasi jannatda o'sadigan Tuba darxiga bir qarab chiqaylik. Bu muborak Tuba darxining aqliy quvvat shaxida payg'ambarlar, rasullar, nabiylar, elchilar, payg'ambar varislari bo'lgan rabbaniy ulamolar, sodiq fidoilar, siddiqinlar, shahidlar, solihlar va avliyolar yetishib chiqqan va insoniyatga rahbarlar, ulgular va o'rnaklar sifatida taqdim qilingan. Ve insoniyat bularning zamonida eng baxtlik ve eng barakatlik zamanlarını yaşagan. Bu Tuba darxining mudofaa quvvat shaxida adil podshohlar, melek kabi pokiz meleklar, adil hokimlar, adil rahbarlar yetishib chiqqan ve insoniyatning xizmatiga taqdim qilingan. Bu Tuba darxining cazibe ve estetik shaxida güzel ahlaklık insanlar, ismetlik ve masum güzeller,
sehi ve sahavetlik mertler ve yigitler yetişip çıkan. Allah'a sadık, öz halkıga sadık, vataniga sadık, sadıklar yetişip çıkan. Ve insanın bu Tuğba derhinin sayesinde yetişse, qandaq mükemmel ve güzel insanlar bo'ladiganligi isbotlangan. Demek, inson nafsining ve menning mushundaq ikki yuzi bo'ladi qarindoshlar. Biri Allohga qaraydi, Allohga bo'ysunadi, aynik gibi adolat bilan Allohni ko'rsatadi ve insonga xizmat qilib, insonni dunyo va oxiratda baxtli qiladi. Yana bir yüzü eynekning arqa tarafiga o'xshash, o'zidan boshqa hech narsani ko'rsatmaydi. Allohning o'lchamini o'lcham qilmay, o'zini o'lcham qiladi. O'zidan boshqasini tushunmaydi. Butun nishoni va g'oyasi o'zi va dunyo manfaatlari bo'ladi. Natijada o'zini va uning bo'ysunganlarni dunyo va oxiratda jahannamga mahkum qiladi. Ya'ni qarindoshlar, bu nafsning pakiz yüzünü kullansak, bu dünya imtihanidan nayet xotirjam yaxshi o'tamiz. Eğer bu nefsinin meynet yüzünü kullansak, bu dünya imtihanidan o'tolmaymiz. Shuning uchun deganki, bu dunyoning imtihan yüzü degan mazmun mishada to'xtayli. Vaqt munosabati bilan inshaalloh keyingi zamonlarda yana davom qilamiz. Ramazonning oxirgi 10 kunda qarindoshlar, Allah'a bek yalvereyli. Şu dünyanın imtihanının ötküzüp koyuşunu Allah'tan ötünüp soraylı. Allah hemimizni nefsinin yaxşı tarafını kullanıp imtihanlardan ötkenlerden kılıversin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.